Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2026 yili 4 ayning 4 kuni shanba. 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Men Los Angelesda yashaydigan Amerikaning Los Angelesda yashaydigan Erkin Sodiq. Va bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. Oldida rasmiy mazmunni boshlashdan burun sizlarga bir narsani deb qo'ydim. Men yaqin 2 yig'inga qatnashdim. Uniki birisi o'tgan shanba kuni ochilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetidagi kengaytirilgan yig'ini. Uningga Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki ijroiya komitetidagi a'zolari, andan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan hamkorlashayotgan tashkilotniki mas'ullari qatnashdi. Men Uyg'ur Project fondiga vakolatdan qatnashdim bu yig'inga. Yan bir yig'in Amerikaniki Arizona shtatining Tucson shahrida ochilgan bir yig'in. Bu yig'inni Amerikaning nishonlangan energiya kasbiy jamiyati degan jamiyat ochgan bir yig'in, kasbiy yig'in. Bu yerdagi nishonlangan energiya inglizcha Directed Energy Professional Society deydi buni. Directed Energy degan endi nishonlangan energiya degani amaliyotda ikki xil narsa qaratilgan. Uning birisi lazer nuriy quroli amaliyotda. Yana birisi yuqori energiyalik mikrodolqin quroli. Ikki xil qurollarni. Shunday bir yig'inga qatnashdim. Bu yig'inga nima ish qatnashganligimni hozircha demayman. Pensiya chiqqanda deb sizlarga. Ehtimol qislan men hozir Sunyamra bilan qiladigan bir qism ishlarni ishni qilyapman hozir. Men laylayotgan narsalar sab ashundaq. Ashta boshqa bir yig'inga qatnashdim. Bu gapni deb qo'yishlik sabab men qatnashgan bu ikki yig'in bir-birisiga qat'iy o'xshamaydigan yig'inlar. Ashta yashayapman hozir. Shuni sizlarga bir deb qo'ydim. Bugungi so'ragan birinchi mazmun shu Uyg'ur Project fondi haqida. O'tganda ba'zi gaplarni unutib qolibman. Bo'libmi bu yil biz yan to'plash ishini oxirlashtirib bo'ldik. Bu jarayonda bir nima ishlar bo'lgan, ta'sirli ishlar bo'lgan. Shularni sizlarga deb qo'yman deb o'tgan unutib qolibman. Bu ta'sirli ishlarniki birisi bu yil yana yaşanğan akalarımız, ədlərimiz vardı. Yaşanğan uzun salamətligi yaxşı emas, kirimi yaxşı emas, Amerikada yaşamaydı. Aşındaq turub yana Uyg'ur Project fondiga $200 iyanı qildi. Men başlaşlarını görsəm bək təsirlənimən. Ahvali ularga qaraganda köp yaxşı kişiler naytijiq. Amerikada ən köp başqa adam şundaq yaşanğan turub ahvol yaxshi emas turib yana millat deb turib ashnaqa o'ziniki ko'nglini atayotdi. Men ta'sirlandim. Yana birisi, bir qizimiz bor. Bu yil 10 yoshlarga kirdi menimcha. Bu qizimiz har yilisi ota-onasi xashlashga bergan pulni yig'ib Uyg'ur Project fondiga iyon qilib kelyotdi. Ota-onasi qiladi, bu qiz o'ziniki bir yil yiqqan ota-onasi xashlashga bergan pullarni yig'ib Uyg'ur Project fondiga iyon qilyotdi. Bu yil shunday qildi. Men bek ta'sirlandim bu ishlardan, davomli ta'sirlanyapman. Shunga buni bir deb qo'ydim. Andan keyin yana bir necha qarindoshlar bor. Bu yil 3-4 ta qarindashimiz shunday qildi. $1000 iyon qildi Uyg'ur Project fondiga. Ularga alayda rahmat aytaman. Bugun sizlarga ikkinchi mazmun chet eldagi Uyg'urlar haqida. Chet eldagi Uyg'urlar haqida yaqinda Gollandiyada yaşayan sonumuz Qalbinur Sadiq bir xalqarалық mukofotga erishdi. Men shu mukofotniki ish to'g'riliq o'ziniki qilgan so'zini sizlarga ko'rsatib bir anglab beringlar. Bütün muhaciratdaki Uyghur qarindoshlarımga cümleden vatanimiz Uyg'uriston, Sharq Turkistonda Xitoy ishg'oliyati ostida yashayotgan
qilayotgan zulm ostidagi shu Uyg'ur xalqiga manfaatli bo'lsin, muborak bo'lsin. Bu albatta mening natijam emas, meni qo'llagan, menga madad bergan va qalbida haqiqiy vatan millat sevgisi bor shu qarindoshlarimning ham bu film o'ylab chiqishiga yordam bo'lgan Daya qarindishimning o'rtaq natijasi. Jasorat bu har qanday qiyinchilikdan, tahdid, besimlardan qo'rqmaslik, to'g'ri yo'ldan qaytmaslikni bildirdi. Shuning uchun men bu yo'lda cho'qim oxirigacha mengib, qachon vatanim xalqim ozod bo'lur, mustaqil bo'lguncha vatan xalq uchun xizmat qilishga zo'r tirishchilik ko'rsataman. Bu sınırımız tınım tapmay millet için tirişip işlerini kıvatıdı. Acırgı köpten köp rahmet hem mamukapatqa nim bolsun, mübarek olsun. Yeni bir kardeşimiz Ezaysa Elkün sizler bilsizler Angliyada yaşaydı. Bu inimiz 3. ayındaki ahiri Amerika'ya kelgan. Amerika'ya kelip hazır her xil ali maktablarda faoliyatlarni olib boryapti. Hazır mı nimede Indiana'da o da meniki bilişimçe Indiana'daki Gunnar Hanım, anındaki Gayret inimiz obdan kütüvatıdı bu Ezeysani. Hazır kadar Amerika'daki danlı mekteplerge bağdı. Onun için de Princeton University var, Yale University, Harvard University, anındaki Indiana University bunun metodundaki Aniki paytaxtdagi Washington DC'dagi George Washington University. Mush maktablarga berib, o'zininki ikki kitobi to'g'riliq Uyg'ur she'rlari degan kitoblar bilan Imprisoned Soul qamalgan qamalgan ruhmi mahbus ruh mashtarak shu ikki inglizcha she'rlar to'plami kitobi to'g'riliq faoliyat olib boryapti. Uniki Ünümümün ait o yaxşı bu adı dostlarım ben arasında bir kısa göstereyim. Bana fakat ama Indiana'dakiler gösterip koydum. Nait çıkırsı maba. İhtimal başka haberlerden kurbatkansılar. Çıkılıp Kalbinur Sıdık Ezeysa bu işgalarındaki kıvatkamış faaliyetlerindeki Uygur Milli Davası'daki tesiri küçük nayeti zor bo'yotidu. Bu davo qilishnikki bir nayeti unumli usullarininki birisi bo'lib hozirgi vaziyatda bular eng tuan qatlamdagi kishilarni bevosita ko'rishib ular uyg'urlarni ahvolini yetkazib degandek shunga buni bir sizlarga deb qo'ydim. Bu izlaysanlarni ajriga ko'p rahmat, jiq tirishyotdi to'xtamay. Ondan keyin chet eldagi uygulanışıda bu yan bir narsa ama o Türkiye'deki Mahmudcan inimizniki başçılığında kıvatkan Sarxilla Mağribi yakında Sarxilla jurnalinden çıkırışını qara qıptı. Ben onu resimini meyagenim kılmakta ben. Şunu qara qıptı, jurnal çıkırdı iken, onu maqalı qabul qıldı iken, andikin her qatımlıq çıkan sandaki maqallardan birisi gibi mukafat var iken, mukafatın somuz qılı yukarı. 10 TL lira birdiken. Şuna bunun uqtirishni men Facebook chiqarib qo'ydim, shu yerni ko'rib olinglar. Bugun qisqacha bir tilga qo'yay deb o'yladim. Endi bugun sizlarga 3-mazmun vatan haqida. Vatan haqida sizlarga bugun jiq ko'rsatmay, ishqilam video ko'rsatib qo'yay. Hozir Dünyanınki vaziyeti, umumimizdeki vaziyeti Uygurlarga naiti bir xil faydasız ahvol qarab ketyapti. Ishlar bakchiq yuz berib ketib boradi, yuz bergan sari Uygurlarniki Uygur davosiniki dunyoda tutgan kun tartibi nim qilyapti. Biroz jirahiyat turib qilyapti endi. Mana topib oldim. Qachon poytaxt so'qsan olsa Videomu depolayman. Maskan o'shakanda. Yaqinda Uyg'urlar uchun
bo'lgan bir eng intan vahshiy ishlarning birisi ilk o'tgan ochilgan ikki qurultayda xitoylik bir qonun chiqadi. Millatlar ittifoqligini kuchaytirish degan o'sha bir nomda amaliyotda bu Xitoydan boshqa hamma millatlarni yo'qotish degan bir qonun. Xitoydan boshqa millat qolmaslik Xitoyda qolgan hamma yo'qotish degan bir qonun. Shuningki ta'sir kuchi intayin bu qonun intayin tizlam ijro qilinishga boshlanib hozir bizning vatanda idora jamiyat do'kon maktab asharaga eslag'an viveskalardagi uyg'urcha xat umumyuzlik o'chirilishga boshladi. Keyin xabar virusda o'zgarib chiqib boshlandi jon bolalar. Men bo'lgan demanglar. Hozir ma siyosat o'zgarib ma uyg'urcha xatni ostiga olsa da'vatidi. Shuni ochma buga ma chona yaqodiki birimiz osqan ma xeridaning viruskdan xetini hozir o'zgarib chiqyapmiz. Cho'qim uyg'ur xanzuch xat ustiga bo'lish kerak. 70% holatda Amaliyotda ma'lum bunday qilyapti. Hozir ko'pincha taqilayotgan video. Ajang poytaxt so'qson. Aldirmay tur. Aldirmay tur. Jahan isma. Kart tutujma. Aldirmay tur. Men qilsa, men nim bo'ldim. Men nim bo'ldim. Deb qilsa, aldirmay tur. Shuna qilib bundan keyin vatanga borganlar do'kon idora jamiyat laniki viskisida uğraşını ko'ramaydigan Ajang poytaxt so'qson. ko'ramaydigan ahvolda ko'rinudandi ashlab bo'lyotidi. Biz o'ylagandan aytib tez bo'lyotidi bu ishlar. Shuna qilib chet elliklarniki zimistiki vaziyat texnikalashdi. Uyg'ur tilini saqlab qolishda. Bunu işte kösüp Manım olan qo'shib sizlarga yana bir lam video ko'rsatib qo'yay. Yaqinda bir video chiqib ekan WhatsApp'larga men uni Facebook chiqarib qo'ygandim. O'zimning Facebook chiqarib qo'ysam bu bir rekord yaratibdi. Bir haftadak vaqt ichida buni ko'rganlar 19,000 odamdan eshibdi. Kullish qitim soni 19,000 dan eshibdi. Men chiqargan videolarniki hech qaysi bunday ko'rib boqmagan. Bu hamda biraz qiziqarliroq video ekan. Abeksinki qarama-qarshi abeksamimizni parishon qiladi. Ma u biraz kishilar kulgi solgan video ekan. Buni ko'rsatib qo'ydim anglab qo'yaman. Olsa degan xatni Hazır bu tapaya. Ajang poytaxt so'qson olsa degan xatni akeldim. Niyaga chaqmayman. Em so'qas paqaqini qana bo'lib kelman. Qizol so'qsam oqqanqa tegimi? O'g'lol so'qsonlar uzanligini tegidi. Poytaxtlar so'qson. Qayerdan jirattirish? Ajang poytaxt so'qson olsa degan xatni akeldim. Niyaga chaqmayman. 19,000 qatimdan ko'rildi bu video. Başqa videolarni chiqargim kelmadi bu qatim nimishqa desanglar, haliqi hozir mayli vatanda yuz berayotgan ishlar bo'lsin, xalqaro yuz berayotgan ishlar bo'lsin. Bizga foydasi ahvol lam bo'lyotidi ko'pincha vaqtlarda. Ashta boshqa ko'ngilni bak yerim qo'yatmaydi deb o'yladim. 4-chi mazmun bu so'zlaydigan dunyo haqida. Dunyo haqidagi asosan İran'daki urush, Amerika, Israeliya, İran'ni tekçi parlatıyotidi. Tünögün çıkan bir haber, İran'daki armiyasi Amerika'nınki bir F-15 degan urush aeroplanini so'qib tushiribdi tünögün. Bu aeroplanda 2 lüch o'ltiradigan aeroplan ekan, bu. Ba'zanlar F-35 deydi, F-35 emas. F-35ni faqat birla odam haydaydi, ma 2 odam. Birisi lüchük, yani birisi qurolni boshqaradigan odam, qurolni boshqarib nishonlarga o'q otadigan, bomba tashlaydigan degandek.
buni etib tushiribdi. Bu ishga dam bo'lg'achqa arpalarni chukitishdan burun bu ishga dam bu arpalarni bir knopka bossangizlar sizni osmonga uchirib chiqib, undan keyin parashyut ochilib, yerga sog'-salomat tushirdi. Ikki lyuchuk ashta qilib arpandan tushyapti, arpalarni portlab ketishdan burun. Tushib olgandan keyin bu yerda ikki qiziqarli ish bo'ldi. Birisi hozir yaqin Trump tuli deb kelgan İrandagi butun radar osmonni kuzatish qurilmalarining hammasi vayron bo'lib ketdi. U yerda hech qanday kuch qolmaydi deb. Shundoq turib, endi shun F-15 degan arpalarni etib tushiryapti degan bir masala bu yerda. Bu qatim İranniki qo'llanilgani radar emas ekan, bu arpalarni bayqashda. Infra qizil nur degan bir nur bor, ko'z ko'rmaydi u nur. Qizil nurning bu yuqori to'lqin uzunligi. Shu qizil nur orqali issiqlikni ko'ralaydigan durbillar bor. Issiqlikni ko'ralaydigan, masalan, odam badanidan chiqqan issiqlik orqali bir odamni kesib ketayotgan odamlarni ko'rgili bo'ladi. Bu bir misol endi. Osmondagi arpalarmi u ushgan chog'da uning qo'ngida is chiqadi. O't aralash is chiqadi. Boshqa bunimi shu infra qizil nurni ko'ralaydigan durbillarga ko'rgili bo'ladi. Bu qatim İran shuni ishlatib shu arpalarni bayqab, undan keyin etib tushiryapti buni. Bu ishlar bo'lib qolgandan keyin Amerika qora rangli tikuvchi arpalardan 3 ni ishga solib, shu arpalardan sakrab tushib olgan ishkilikni izlab boshqa qildi. Boshqa qilib yurib, tunogin birisini qutqizib olganligi jazmlashgan. Kech tarafda Yamirsinni qutqizib olibdi degan gaplar o'tirib chiqdi. Men albatta tekshirib chiqishim qilibdi. Men u rasmiy olganmi ish qilib bir odamni qutqizib oldi bular 3 tikuvchi arpalar bilan. Ularni tepish uchun bu tikuvchi arpalar yerga yaqin ushgan, uchib boshlab izlabdi shu rayonni, arpalar chiqib ketgan rayonni. İzlabdi İranlik askarlari yine bu arpalarga avtomat bilan yoki boshqa kichik arpalarni otadigan qurollar bilan etib, tikuvchi arpalarniki hammasi zaxmlanibdi. Lekin bir lyuchukni qutuldirib ular o'ziniki Amerika bazasiga sog'-salomat uchib beryapti. İkkisiniki de o dayma qo'ng'idan chiqyapti arpalarniki. Ashta qilib u tikuvchi arpalar chiqib ketmay sog'-salomat beryapti. Yan bir lyuchukni topa oldim deb o'qimadim. Oqshom ko'rgan xabarda unimi tepibdi degan gaplar tarqalgan. Ammo jazmlashtiramadim buni. Mana shu ishlar bo'ldi. Hozir endi mana shu necha kun ichida Amerikaniki urush ministri 3 harbiy generallarni ishdan bo'shatyapti. Sababi nima desa, Amerika hozir İranga piyoda askarlarni kirgizishga biroz tayyorlab qotdi. Asosli sabab İranda 450 kilogramdek atom bombasi yasaydigan may bor. Saflik darajasi yuqori may bor. Aslida Amerikaniki bu qatimki urush qilishga bir maqsadi shu maylarni tepib, shuni qo'lga tushirish yoki vayron qilib etishdi. İranni yadro quroli yasayamizson deb. Uni tekshir qilolmaydi hozirga qadar. Qilolmay, ana shuni izlab, gumonlangan yerlarga odamlarni, piyoda askarlarni opirib, shu orqali izlashning tayyorligi mumkin degan farazlar chiq. Shunga tayyorlab qotdi. Buningga ma'u generallar qo'shilmaydi ekan. Amerika piyoda askarlarni İranga kirgizishga, ashta qo'shilmagan generallarni ishdan bo'shatdi haqsak degan Amerikaniki urush ministri yaqinda. Ondan keyin İrandaki bir eng cho'ng ko'rikni portlatyapti Amerika. Nayda shamat ko'rikkanni uni portlatyapti. U ko'rikni hozir endi urush mezgilida İranning askarlari yo qurol yarog' bombalarni tushishga ishlayotgan ko'rikkanni uni portlatyapti. Bunun agar Trump hozir propoz qilyapti, agar İran taslim bo'lmasa, endi keyingi bizim bombardimon qilganimiz İrandagi elektr stansiya deydi. Undan keyin elektr stansiyadan keyin İrandagi muhim neft bazalarini portlatish mumkin degan gaplar bor o'tirib chiqdi. Ondan keyin plat zavodidan, cho'ng plat zavodidan bunachani portlatibdi mana shu bir necha kun ichida. Uni nish portlatdi desalar, endi qurol yarog' yasash uchun plat ketadi endi. Platniki
uni xalq turmushga ishlatadigan narsa, harbiy ishlatadigan narsa, shu buni portlatdi. Hozir endi bu ish nurg'un kishilarni andishiga sabab bo'ldi. Bu elektr stansiya, neft bozori, pulat zavodlari degan narsalarni harbiy ishlatadigan, puxalam ishlatadigan narsa bo'lganligi uchun birinchidan, ikkinchidan bir davlatga cho'ng baloyi afat kelsa, uniki davlatdagi yuqori darajalik boshliqlar kadrlarga ta'sir etmaydi ancha. Ular bu mablag'ning hammasini o'zi egallab, o'zi yashayverdi. Butun kulfatli kunga qolib qolgan kishilar xalq, puxrolar endi. Ashla bo'g'ashqa mushlar portlatishni qilaversa, xalqning turmushi qanday bo'lib ketadi degan andishi bor. Generallar ehtimol shu narsalarni ko'z tutgan bo'lishi mumkin hozir. Nurg'un kishilarning bu jihatda andishisi bor. Endi ba'zilar deydi, hozir nima? Hozir Amerika İran'daki Keşiğe Arplan toşuğucu Parkut'un 3 aprip oldu etken işkiti yazı. Yemirsin bağdı bir yere. Anadaki yine nurgul askerlerini toplamatıdı. Bunu Amerika'daki İran'dan çekinip çıkışının aldıdaki çoğun hareket davatıdı. Neymiş kadıysa bir devletin besvelip çıktıdığan çağda naiti güçlük harbi güç bilen turup çıkartmasa Aqıdan qoğulab İğiz ziyan sebetilen işler var. Mesela ötken Afganistan'da işler oldu. Amerika Afganistan'dan çekilgen çağda neyim işler oldu. Onların haberdi var. Aşağı iş bulmasında. Hazır şu Trump'nınki texnik köp askerlerini İran'ın etraflığı toplaştırdığı maksat İran'dan sağ salamet çıkıtış davatkan parazlarımı var. Zade kandak iş bulundu. Piyade askerlerinin İran'a kirişi eni qarşı derecede buludu bu işler eni emas hazır. İş qilib böyle kişilerin endişeye saldıgan iş nayet köp hazır. Köp vatıdı. Onun için yakında Trump 3 gün aldı da Amerika'nın halk için bir katım söz dedi. Nayet biçare haleti söz dedi. Hazır Trump ne oldu dese NATO'dan, Avrupa Birliği'den yardım sorap baktı. O bu yerlerden yardım sorap baktı. Bu kadar uruş doğruluk. Lakin o cihette erişken neticesi yaxşı emas. Bütün Avrupa Birliği, NATO hemisi turib aldı, qarab turib aldı hazır. Haqiqiy turda yardım beraylik deb o'tirib chiqmay. İşte Trump'ı o'shalar bek chiqqan Avrupa'da. Ondan keyin Arab davlatlardan ancha yardım qilamiz deb bu urushga tushganlar bor İran'a qarshi. Lekin Avrupa'da ishlar yo'q. Shunga bu qatim Trump'ni biroz cho'chidi deb o'ylayman men. Aslida bunda ish bo'ladi deb o'ylamagan. Rubio mu biroz cho'chidi. Rubio mu biz ayni vaqtda birinchi dunyo urushida, ikkinchi dunyo urushida sizlarning beshinglarga kun kelgan chog'da biz yordam qilgan. Endi bizning beshimiz kun tushgan chog'da sizlar qarab turib oldinglar. Harakat qilmay turib oldinglar. Sizlarni ko'rib qo'ydik degandek gaplarni dedi. Dunyo ashtaqkan endi bu yerdagi İran'daki bu vatqa ishlarga nisbatan Osmanlı davlatlarning ko'z qarshi o'xshash emas, ashtaq bo'g'ashqa, ashtaq har xil natijalar kelib chiqar ekan. Ish qilib Trump biroz bichara bo'lib qoldi. Bu urushni tiz tugatmoqchi aslida. Hozir qadar tugamadi, yana 2-3 hafta ketish mumkin deyotdi. Agar mushtaq ketaversa, bu yerda Amerikada o'tir saylan bor. O'tir saylan degani 4 yilda bir qatim prezidentni saylaydi, 2 yilda bir qatim kongressniki a'zolarining 3dan 1 qismini saylaydi, bir qism shtatlar boshliqlari, shahar boshliqlari gandagandi. Bu yil saylan bor. Bu yilgi saylamda burungi parazda Cumhuriyetçiler naiti az yerimden jiq sonini egallab taxamo. Ashta uftudu degan paraz bor. Lekin yaqinda Trumpniki inovati biroz tushyotdi xalq ichida hozir. Trumpni qo'llaydigan sonini ozyotdi. Ashta boshqa bu ishlar mustaq ketaversa, bu yil Cumhuriyetçi partiyaniki kishilari cho'ng ziyon tortish mumkin deydi. Ziyon tortib agar Avam palatasilar Kengash palatasiniki ko'p sonliq a'zosi demokratik partiyaniki a'zolari chiqib qolsa, ular Trumpniki putqulini bog'lab qo'yib, Trump ishlarni qilolmaydi keyingi 2 yil. Amerikaniki ahvolidan cho'ng o'zgarish bo'lishi mumkin.
Şuna bu jihatdan andishlar ko'p hozir. Andan keyin urush mishta ketavergan sari hozir mayning bahosi o'sib ketib bordi. Mayning bahosi o'sgandan keyin mayning bahosi o'sib ketsa, mollarning bahosi o'sib ketadi. Nima qiladi deganda, mollarni ishlab chiqarish uchun energiya kerak. Energiyani ishlab chiqarish uchun may kerak endi. Ashna bilan o'sib ketib, bular o'sib ketsa, pul pahalligiga kelib ketadi. Ashna qilib dunyoning iqtisodiga salbiy jihatdan ta'sir ko'rsatadi. Ashna boshqa hozir nurg'un andishlar bor bu jihatda. Dunyoning ishi shundoq. Biz uchun bu foydasiz. Endi bu yoshlarga 5-chi mazmun Amerika haqida. Bu jihatga ko'p to'xtalmayman. Pam Bondi deb Amerikaniki shu Department of Justice deydi. Qonunni ijro qilish ministriga mas'ul bir xonim bor. Pam Bondi degan xonim. Buni tunugun Trump ishdan bo'shtibatdi. Onun oldida boshqa ba'zilarni bo'shtibatgan, yaqinda Trump ham biroz odamlarni bo'shtitib, boshqa qilgan ishlar bo'lyotdi. Amerika hukumatining ichidami boshqa bir xil ishlar bo'lyotdi. Bu xonimni nima qilib bo'shtitdi desa, bu xonim FBI'ning ustida turgan xonim. FBI shu xonimniki ministrning ostida turdi endi. 3 sabab deydi. Birisi bu Jeffrey Epstein degan bir adam bor, bir orolniki boshlig'i. Shu yerda nurg'un pajxona degandek narsani yasab, u yerga nurg'un Amerikadagi, dunyodagi donli odamlar berib, aşağıga bağlanan tizimligiga qadar bir paralar bo'lib ketgan. Shu hujjatlarni e'lon qilishda bu ayol yaxshi ish qildi degan hisoyotni ko'rsatyapti. Yana birisi Trump chiqishdan burun demokratlar Trumpga askilik qilgan endi. Buni tushirtimiz deb ish qildi, boshqa ishlar bor. Bu Bidenning o'g'li Hunterning ishlari bor, nurg'un ishlar bo'lib ketgan. Aslida shu Trump bu qatim chiqqandan keyin ayni vaqtda o'zini qonunsiz holda o'ziga ziyonkashlik qilgan kishilarning hisobidan olaman deb o'ylagan, ammo xonim bu jihat ishlarni qattiq qilmaydi hozir qadar. Qilmagandan keyin Trump bundan qattiq norozi bo'libdi. Norozi bo'libdi. Andan keyin yana bir ish, Amerikada bir senator bor. Bu senator Amerikaniki shu kongressning ichidagi istixborot uchur ishlariga mas'ul komitetniki boshlig'i bor. Bu bola, xil yosh bola bu. Bu bir Xitoydan oshni tutib olgan, Fang degan bir Xitoydan oshni. Tutib olib keyin orqada shu ishlar chiqdi. Muqaddim Trump ben chiqqandan keyin buning hisobini olaman degan. Bu qatim Trump shu to'g'riliq ish qo'llanamiz desa, Mao Pombandi bu gapni Amerikalikqa dab qo'yibdi. Senatorga dab qo'yibdi. Sening ustingda ish yapmoqchi deb. Bu yil yaqinga senator bilan. Bumi Cumhuriyetçi Partiyaning ichida bir cho'ng masala bo'ldi. Mana sabablar bor endi. Bu ayolni ishdan tushiradigan bo'ldi. Amerikaning ichidagi ahvollar mashtoq, Amerikaning ichidagi ahvollar yaxshi emas hozir hukumat ichida mashtoq. Huquqni evitib bo'lgan ishlar xili ko'p bo'lyapti hozir. Bu yil 11-oyda saylan bor, u qanday huquq qo'llanmaydi. Andan keyin oxirida nima? Abakin buni xato debdim. Aslida 3-chi Amerika, Maut endi 4-chisi Xitoy haqida. Xitoy haqida yaqin chiqqan cho'ngroq xabar nimadan Chonchanggodan keyin nima yaqinda bizningki vatanda huquq tutgan Mashinvi degan Xitoy hozir rasmiy qo'lga olindi. Mana shu o'tgan hafta ichida bu e'lon qilindi. Qo'lga olinib shu paralar ko'p bo'lyapti. Bu Mashinvining gapini o'tgan sizlarga deb bergan intayin jiq pul xiyonat qilgan odam bizning vatanniki pulidan. Bakchiq pulning soni 4 milliard dollar mı 40 milliard dollar mı başta rakış qilib. Bizdeki vatanga kim boshliq bo'lsa, bizning vatandagilardagi qinni sho'raydi bular. Bu odam shundoq. Ashta qolgan yaqinda o'tganda buniki vazifaga qo'ydi ekan, u bu degan gaplar bo'lgan. Vaqtim rasmiy buni hozir tekshirilyapti deb e'lon qildi Xitoy hukumati. Hozir o'tib chiqqan paralarda bu Mashinvi
Xi Jinping'deki xotini bilan yaqinken bular bu yurtliq xotini bilan yurtliq burun bir yerda turib bilim to'g'a ishlari bor ekan degan gaplarni o'tirib chiqyapti ishqilib bular ikkisiniki munosabati yaqinda hozir u gaplarni o'tirib chiqdi andaki yaqinda Xitoy harbiy generallaridan 6 odam o'ldi ularning hammasini işte tuyuqsiz kasal sababdan o'ldi yurak kasali o'ldi deb e'lon qildi xuddi likachanga o'xshashlarmikin işte o'lyotidi shunga analizlarniki farzcha bularni Xi Jinping o'ltirishga boshladi degan gap bor işte zahar berib o'ltirishga boshladi deb 6 odam o'lib bo'libdi eng yeshi 64 yoshga qolganlar yeshi cho'ngroq ekan mana shu narsalar bo'lyotidi endi bugungi sizga oxirgi mazmun NASA haqida kishidan xabar ehtimol angladinglar man Facebookga chiqarib qo'ydim oldingi kunisi Amerikaniki Artemis 2 nomerlik Artemis degan olam ushqiri osmonga chiqarildi bu olam ushqiri oldi bilan yer sharini 3 qatam aylanib bo'lgandan keyin oy shariga berib oy shariniki kun tushmaydigan qorong'i tarafidan bir aylanib andaki yer shariga qaytib keladi hozir texi yer sharini aylanyotidi buni nimishqunday yer sharini aylandi turlab ushmamda xudo aytgan o'xshash deb o'ylashingiz mumkin bundaq olam ushqurini bir yerdan bir yerga mandirishda mustaq planetalarniki sharlarniki tortish kuchidan bek foydalanadi bu Artemis degan olam ushqurimi yer sharini 3 qatam aylanib tizligini tizilib undan keyin bir yiqilib bilan ishtirildi bu oyga qarab oyga berib oyning tortish kuchi bilan bu yerda bir aylanib yer shariniki tortish kuchi bilan qaytib keladi shunaqa qilib bu ishlar bo'lyotidi bu Amerika 69-yili oy shariga chiqqandan keyingi tunji qatim bir odamlarning chiqishi ma olam ushqur qo'nmaydi qo'nmaydi faqat aylanib tushadi bunda 4 ushquchi bor 4 odam bor bunda birisi ayol shunaqa qilib bu bir rekord xarakterlik ish bo'lyotidi endi shuncha uzun yillardan keyin Amerika yana oyga qayta odam mangdi manada keyingilar bor Artemis deganlarniki yana 3-4-yillar bor uningda odamlar oyga berib oyga qo'nmoqchi bu yerdagi cho'ng maqsad Amerika oy shariga bir danga o'xshaydigan bir punkt qurmoqchi keyinchi Marsga odam chiqqan vaqtida oldi bilan yuqtaqlarni oydagi punktga o'tkazib shu yerga olib bo'lib undan keyin oydan Marsga mangdangan shunaqa qilsa jiq oson to'xtaydi nurg'un ishlar shuning tayyorligi mana shu ishni qilyotidi shunga munosabatlik bir ish tunugun shu Artemis 2 nomerlik Artemis tatqan yer shariniki bir yangi ko'rinishlik rasmini taqatdi bu rasmni tatmoqqa pek uzun bo'lib ketdi ekan 40 yildek bo'lib ketdi ekan yer sharini butun rasmni tatmoqqa mana bu yangidan chiqqan rasm yer shariniki rasmi Buludu bir so'yga mazmunlar shunchalik bakchiq tayyor qilamadim sababi biz ham bak aldashib ketdim agar qilmay desam ko'nglim tatmadi ishim bak ig'ir hozir shunaqa bo'lsin sizlarga hozir bu vaqtlarni bir qisqa xulosalab berdim bugun shunchalik bo'lsin kelar qatam ko'rishishcha omon bo'linglar xayr xo'sh Allohga omonat